Assalomu alaykum. Xullas, velosipedda bitta funksiyasi bor ekan. Pas assistent degan. Ya'ni pedalni aylantirsanglar, motor ishga tushib ketadi. Shu narsa haydashga umuman noqulay ekan. Qanaqa qilib o'chirib qo'yishni ko'rsatmoqchiman hozir. Xo'p, o'zi pas assistent degan ham bunaqa narsa ekan. Hozir mana aylantirganda pedalni oldi g'ildari aylanib ketadi. Aylantirib yuboring. Ana. Oldi g'ildari aylanib qo'ydi. Bu hamda peshixodli joylarda haydashga juda noqulay bo'ladi. Sekin yuradigan paytlarda o'shanga shuni uzib tashlamoqchiman. Buning uchun miyasini ochasizlarda 3 ta kabel, o'zi eng kaltasi o'sha bo'lar ekan. Mana bu uzib tashlash kerak ekan. Mana uzib tashladik. Endi u izolyatsiya bir narsa qilib qo'yamiz buni. Endi hozir ishlatib ko'ramiz buni. Hop, mana buni oldiga bundoq ko'tarib turib, mana hozir aylantiraman. Bo'lmas ekan. Xullas, mana bu 3 tali ishdek kerak ekan. Mana 3 tali. Mana rangi mana qora, jigarrang qizil bilan oq aralash. Bu tarafi qora, yashil, qizil ekan. Mana shuni uzib tashladik. Endi hozir ishlatib ko'ramiz. Mana ishlamayapti. Bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.